28-iyul. Hammaga assalomu alaykum. Mana bizda ish kuni davom etmoqda. Gentra mashinamizga propanmidi buni? Propanni yechib o'rniga metan qilib berilyapti. Orqa qismiga ish jarayoni ketmoqda. Propan yechib o'rniga 100 talik bilan qo'yib berilyapti. Bu mashinamizga 3.800.000 so'mga to'g'ri kelyapti. Bu yerda trekker mashinamiz. Bu mashinamizga propan qo'yib berilyapti. Bu yerda gentra mashinaga metan. Bunga nima qo'yilyapti? Propan qo'yib berilyapti. 4-paketni Nordic italyanskiy reduktorlar bilan. Trekkerga propan. Plastik 20 Nordic italyanskiy reduktor. Farsunka Royal italyanskiy alino farsunkalardan qo'yib beryapmiz. Chekida labo mashinasiga metan qo'yilyapti. Trekker mashinamizga общий 4.400.000 so'mga dokumentlar bilan chiroyli postini qo'yib beryapti. Original zapchastlar bilan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin.